Men ko'p joyda so'raganman-da, o'sha MMA sporti o'zi olganda halolmi, harommi deb ko'p ustozlardan so'raganman. Ko'pi menga bir tarafi 100 ga urish Qur'onda qaytarilgan, harom deb aytishgan juda ko'pchiligi. Endi o'zingizdan bitta birinchi shu savolimga javob olay, ustoz. Ya hadis savolim aytaman. Qur'oni Karimda emas, hadis shariflarda bor shunaqa 100 ga urmaslik to'g'risida. Bir odam o'zini qulini urayotganda payg'ambar alayhissalom uni yuziga urma. Alloh taolo buni o'zini suratida yaratdi deganlar va buni tafsirida ko'p fikrlar bor, lekin o'ziga xos yaratdi degan ma'nosi bor. Yuzni Alloh taolo inson yuziga o'xshagan boshqa mahluqotlarda yuz yo'q, o'shaning uchun obro' yuz bo'ladi, o'shaning uchun sajdada yuzi yerga qo'yiladi. Eng aziz yuzingizni yerga qo'yishingiz Allohga bo'lgan ibodati cho'qqisi hisoblanadi. Mana shu ma'noda taqiqlangan. Endi jang bo'lib qoldi deylik. Jang bo'lib qoldi, hujum qildi kimdir. Masalan, men bu bilan MMA sporti yoki boks bilan shug'ullanishlik harom degan narsa kelib chiqmaydi deyman bunga. Nimaga desa, bu shu sohani, ya'ni egallash erkak kishini o'zini himoyasi uchun, ayolini, yurtini, millatini himoyasi uchun muhimdir, balki farz deb bilaman. Chunki dushman sizni yuzingizni o'ylab o'tirmaydi-da. To'ppa-to'g'ri. Bunaqa kelgan paytida eng muhim joy jag'ga bittirasiz, uxlaydi. Ko'rganman ustoz, nakautingizni, Astag'firulloh. Sog' bo'ling. Shunaqa. Shunaqa, endi juda ko'p odamlar kommentariy yozadi-da, endi bir baribir xohlasangiz, xohlamasangiz bizning negativlarimiz sizda endi bizdan 10 barobar ko'p. Juda ham ko'p kuzataman. Qo'llab-quvvatlovchilar ham kam emas-da. Shunga san o'zi topib